ertaga Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo'ladi deb o'ylayman, chunki ular ko'proq yutishga harakat qilishadi. Bizda esa ajoyib jamoa shakllangan. Birinchi o'yindan keyin nima deydi, biz o'zimizga bo'lgan ishonch bor, chunki debyutda o'ynab bo'ldik. Hech qanaqa ortiqcha davleniya yo'q, hammasi yaxshi. Shuning uchun biz faqat ertaga yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz. Bitta rasmga tushsak bo'ladimi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qanaqa siz? Aka, ochkingiz bo'lsa, kepkangiz bo'lsa Qanaqasi? Tinchmisiz? Hali nesa anaqada o'tirdinglar, вообще. O'zim seni pastga olib tushib qo'yay, sizlarni bu safar birga o'tirib. Qani qolganlar? Ha, shu yerda aka, tinchmisiz? Ulug'bek. Qani qolganlar? Otabekani chiqarib qo'yishdi tepaga. Ular endi bittansa yoshlar, shogirdlar harakat. Biz o'rtada soqqansan. Chapkonga o'tiradilar. Chapkonga. Ahmad aka. Omad hammaga. Duoda bo'linglar inshaalloh. Duoda gap katta. Inshaalloh yutamiz shu Portugaliyani. Qo'ynim sezyapti bari. Ichimdan sezyapti. Yutamiz Portugaliyani. Xudo xolasa. Cristiano Ronaldo bizga enasini uch qo'londan ko'rsatamiz. Shunaqa. O'zbekiston olg'a! Boshqacha bo'l qarang. Bizni vatanimiz endi bular o'z bosh biladi nima qiladi. Bizni vatanimiz! Bizni vatanimiz! Bizning jamoa! Portugaliyani yutadi! Cristiano'si bilan! Kimsiz kim edi? Realmidi, Barsamidi? Men O'zbekiston. Qarshi gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi raqsida Mittini Bek doirachilar ansambli hamda go'zal raqqosalarimizni sahnaga taklif qilamiz. Mittiniga anta qarsakinglar. Yagonadir dunyoda O'zbekiston. Boburilar yurti bu O'zbekiston. Temurilar yurti bu O'zbekiston. Jaloliddin yurti bu O'zbekiston. İnşallah yutadi O'zbekiston. Portugalni yutadi O'zbekiston. Ronaldusiga qo'shib O'zbekiston. O'zbekiston. Rahmat. Endi sahnaga san'atkorlarimiz chaqirishimiz.
o'zbegim. La 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 la. Olga o'zbegim. La 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 la. Yo, mana uni qaranglar-da. Ibrohim dash bu mashinani politsiya qo'riqlayapti, ukam. Hech kim mashinani yonida kelmasin deb. Buni qaranglar. Yemas. Astag'firullah. Mana. Bo'ribek. Qalay? Mana jahon chempionati. Okey. Даже politsiya qo'riqlayapti bu mashinani. Ibrohim zodan ko'ryapti. bu mashina yana 5-6 yil shunaqa. Yigitcha yo'qolib qoldi. Men shu yerdaman. Gap yo'q. Ibrohim, dahshatli mashina. Bitta haydab berarmiding yo'qmi? Девушка, вам машина понравилась? Как хорошо, да? Меня Ань зовут. Аня, да, Аня. знакомы. Красивая, да, мы с вами знакомы. Пришли на футбол. Да. Приветствую, как здоров? Владимир, Абу, очень приятно. рад Наш знакомству. очень известный блогер. Да, знают, ребята, знают. Azlar, trakka gap bo'lishi mumkin emas. To'liq videoni qo'ydik. Azlar, kim keldi? Legenda. Server Jeperov, брат. Всем ассаламу алейкум. Приехал поддержать Узбекистан, Конечно, своих обязательно. Завтра братишек, буду да? на игре. На Завтра игре, буду Xudo на игре xohlasa. болеть. Вместе, плечо о плечо, елкама-елка. Согласен. Azlar, bizni kapitanimiz, bizni вот какие голы ты забывал. Я до сих пор помню opening матч чемпионат Азии 2011 год, да, Катар. Да. Второй гол ты забил. Да, 2:0. 2:0. Первый отдел, второй вы. Серверда Инстаграмда yozib qo'yaman. У тебя сейчас школа, да, футбольная? Октепа. Я Октепа. сейчас работаю в Октепе, Ага. академии. Да. Развиваем детский и юношеский футбол. Детей можно привозить? Обязательно. Server Instagramni qoldiraman, telefonni qoldiraman. Toshkent shahrida Oqtepa klubiga bemalol olib kelsanglar bo'ladi. No, по-любому подписаться qilib qo'yinglar. Chunki bunaqangi legendalarda Instagram har doim original bo'ladi. Удачи нам. Да. Завтра болеем за сборную Узбекистана. Давай. Уже сегодня. Волга Узбекистан. Давай. Bizlar O'zbekistonlar armiyasi mana stadionga yo'l olyapmiz. Mana bu yerda biz katta politsiyskilar kuzatuvda, soprovождениyalar yo'llarda yopib qo'yilgan. Hammasi kim uchun? Hammasi o'zbekistonliklar uchun. Mana amerikalilarimizga kelib qo'shilgan va mana Qozog'iston ham biz bilan birgalikda. Hamma biz bilan birgalikda. Butun hozir bu kolonnani oxiri oldini просто yo'q oldi, topamiz. Mana Lanex ham kelgan biz oldimizga. Duoda bo'linglar, Xudo xolasa inshaalloh bugun chiroyli g'alaba qozonish nasib qilsin inshaalloh. Duoda bo'linglar, duoda gap katta. Ko'ryapsizlarmi? Qanchaga cho'zilgan O'zbekistonlarning paradi. Yana shuncha arqa tomonda bor. Mana. Juda ham katta parad. Mana orqadagilar. Hali. Просто dahshat. Bomba. Politsiyskilar biz saprajat qilib yuribdi, qarab. Borvoy. Duoda bo'linglar. Duoda gap katta. Inshaalloh faqat g'alaba. Look, it's for you. One by one. For you. For you. What is this? It's for you. Thank you. So much. Thank From Uzbekistan. Thank you. Azlar, Olg'a O'zbekiston. Mana shu yerda hozir O'zbekiston Portugaliya o'yini bo'ladi. Biz albatta komanda chiqdi. O'tkir. Abdulohid. Hamma chiqdi bolalar. Bola! O'zbekiston! 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 Otabek Shukurov, Abdulla Abdullayev, Jamshid Iskandarov, Mazgavoy. Yigitlarimiz chiqib kelishdi. Liger! Liger Sergey. Doston! Farruh Sayfiyev. Yigitlar chiqib keldi. Duoda bo'linglar inshaalloh. İnşallah. Zafariyat. La havle ve la kuvvete illa billahi. İnşallah. İnşallah Özbekistan muzafferiyat olsun.
jamoa administratorlari shukr. Shukr. Guvohi rosti. Sher bilan boshlamadik, ozgina satr esladik. Vitinha pressingdan chiqib ketish masalasida dunyodagi eng zo'rlardan biri. 2 marta o'zini o'qini atrofda Yaxshi, aylandi. to'pni egallab oldik. Azjon! Malades Abduvohid, malades. Abduvohid qaytardi. Krishtianoni yotqizdi. Qirg'iziston. Fayzlayev chiqdi. Qurut bu. Zo'ri bu. Çok rahmat. Nomer 1. Alay, ahol. Boştu da. Yana so'rashgan. Zo'rgina. Yaxshi ekan. Amerikada yo'qmi? Yo'q. Amerikada hozircha yo'q. Ha? Chiqargan odamga rahmat so'ragan. Kurtga respekt. Yana bering. Ol, senga qamaz bo'lsin. Berezga deymigan. Sho'rda emas. Bir Krishtianu tochkasi tepaga tep, osmonga tep. Allohu akbar. Abduqodir bilan Krishtianu nimanidir gaplashyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Nimani gaplashyapti bular? Ha, bu do'stona. Ana Krishtianu ham kelib nimadir dedi. Ha dedi, xudo xolasa mendan keyingi eng nomer 1 zizda sensan ukam dedi. Azizlar, birorta ham muxlis bularga yomon gapirayotgani yo'q. Rahmat bolalar. Bu birinchi jahon chempionati. Молодцы! 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 Barcha bolalarga butun stadion rahmat deyapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Xudo xolasa kelajak oldinda hali. Yaxshi bolalar. Azizlar, sizlar ham kommentariyada yaxshi narsa yozinglar. Bolalar yaxshi o'ynadi. Yaxshi o'ynadi bolalar, mayli. Hayot davom etadi. Hali biz ham ko'chamizda bayram bo'ladi.